Liksiyelerimiz devamlaştırımız, hürmetlik vatandaş. Endilikdeki mavzumunda çizla avval, çizla 2021 yıl 8. ayının 9. günü. Mavzumunda Hindistan avamat kişi Cungo'nun hamnepet düşüş yollarını boğup taşlandı. Mütehassisler Xi Jinping belki her bir tokunuşka kirep keledi. Dep görsetti mavzulu haber 8. ayının 9. günü Cungo'ga nazar torbeti ilan kılındı. Abdurri Liu Shimmen. Cungo'nun köz sayın ilgarlışı vatkan avamat teknikisiga takabıl turuş üçün Hindistan özü yasagan avamatika ve özü yasagan avamatika vektoran 4. günü tüncü bulup denizge düşürüldü. Hem de Cungo'nun deniz kengaymeçiligi karıştırdıgan müyember küçke aylandı. İşke kırgak yani Tayvan Cungo siyasi komiteti muavin katibi Zhang Yushao bu ihtimal Tayvanlık boz gerek torbet programımızda mındak görsetti. Beijing'nin ham nefet ve başka maddi buyumları Hindi Okyan'dan ötüp geldi. Parxod kemile Paris koltuğu ve Süveyş kanalıdan çıkışı haman Hindistan to'xtab qo'yalaydi. Umumiy iqtisodshunos Wu Jialong Tayvanlik yana boshqa to'rt programmasi da mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping ichki besimdan qutulish va ichki besimni burib o'tish uchun Cungo'nun g'arb tarafiga kelib harbiy to'qinish paydo qiladigan yerni izlaydi. Bu yerning cho'ngrog'i Hindiston Cungo chegaralari bo'lishi mumkin. Undaq bo'lmaganda Afg'oniston, Xinjiang chegaralari bo'lishi mumkin. Demak, Hindiston Cungo chegarasida to'qinish, harbiy to'qinish paydo qiladigan ish bo'lmasa, Rais Xi Jinping boshchiligidagi Cungo Kompartiyasi Afg'oniston deydi. Andi Xinjiang chegaralarida, ya'ni mustamlik Uyg'uriston chegaralarida to'qinish, harbiy to'qinish paydo qiladigan yer yoki joy izlaydi deydi. Bu gapning ma'nosini men tushunmadim vatandosh. Cungo Kompartiyasi Taliban bilan urushamdi, meningcha yo'q. Undaqsa mustamlik Uyg'uriston chegaralarida Cungo Kompartiyasi kim bilan urushdi? O'rta Osiyoda qaysi davlat va yoki shu atrofda qaysi davlat bilan urushdi? Ya'ni chegarada urushgan bo'lsa, yana Hindiston bo'ladi. Hindiston Cungo chegarasi kelsa, yana Hindiston bo'ladi. Undan boshqa g'arb tarafda yana qurolliq yoki harbiy to'qinish paydo qiladigan qayer bor. Bu Xinjiang degan ismni olibdi. Xinjiangda nima to'qinish paydo qilasiz? Jungnanxay. Wu Jialong ushur aloqa sharhi tor betida mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping 20 qurultayda harbiy kuch hayvisi bilan o'zining qayta sekretar bo'lishini qo'lga keltirdi. Shunglashqa Xi Jinpingga besim egar. Shunga Cungo'ning g'arb tarafiga berib, harbiy to'qinish joyini izlaydi. Ichki besimni boshqa yoqqa buraydi. Millatchilik qiyofasini yuqori ko'taradi. Mumkin bo'lgan joy Hindiston Cungo chegarasida. Undaq bo'lmaydi ekan, Afg'oniston chegaralari yoki Xinjiang mustamlik Uyg'uriston chegaralaridir. Sharqiy shimol emas. Yoki Janubiy Cungo dengizi taraflari mu emas. Chunki bu taraflarda urushga kirsa Cungo g'alaba qila olmaydi. Wu Jialong mundaq hisobladi. Amerika Tayvan mumkin bo'ladigan harbiy to'qinishga tayyor turishi lozim. Ruhiy jihatda tayyorlik
ameli tayyorlik bo'lishi lozim. Bexatarlikni asos qilib olmaslik kerak. Tayvanlik iqtisod obzorchisi Wu Jialingning so'zlagan so'zi to'rbitida vatandosh.